Abdulha, yaxshimisiz? Mazangiz yaxshimi? Yaxshi, zo'r aka, tuzimsiz. Kevoldinglarmi aka, charchamasdan? Rahmat. Mana bu tom bityapti. Xudo xolasa bityapti aka. Shifrga tayyor bo'ldi. Shifr qatirish jarayonlari ham bo'lyapti hozir aka. Значит, tikina shifr qoqib berish. Shifrni bonusga beramiz aka. Joyiga qarab, ob'yomga qarab kelishaveramiz u yog'ini aka. Ustani adresi qayerda edi? Andijon viloyati Asaka tumani. Andijon viloyati Asaka tumanida bo'lgan bu obyektimiz, xudo xolasa. Zo'r. Do'stlar, biz videorolikni boshladik. Boshlashdan avval agar sizlarga malol kelmasa, qiyin bo'lmasa bittadan like bosinglar. Biz o'sha davom etamiz. Mana bu yerda ustalar ishlashyapti. Endi bu insonni iltimos qildim, tepadan pastga tushdilar. Xo'p, narx-navo qanaqa bo'lyapti? Narx-navo aka 170 mingdan 300 mingga doğru kvadrati, joyiga qarab kelishamiz. Qanday bo'lishiga qarab. Zo'r. Qaranglar, mana shu zdaniya, uy. Qachon boshladinglar? Bu zdaniyani xudo xolasa 20 kunda shu holatga olib keldi aka. Tomni noldan. Noldan 20 kunda shu holatga ochiq bo'ladi, o'zingizlar kelasizlar, yopib ketaverasizlar. O'zimiz yopib beramiz. Sesna poyezlari quyilgan bo'ladi, tayyor bo'ladi aka. Sesna poyezdan u yog'ini biz o'zimiz aytgancha bularning hammasini ishi temirdan bo'ladi, ya'ni konteynerni profilidan chiroylab yopishadi. Shunaqami? Konteyner profildan bo'lgan aka materiallar hammasi 4 ga 4, 5 ga 4 materiallardan ishlatamiz aka. Stenkasi 1.8 dan 2.2 gacha aka. Bo'lmasa ham duo qilamiz, qarang, tepaga chiqamizda bir ko'ramiz. Ha, loyiham bosilgan jarayonlarni ham ko'rsatamiz aka. Ketdik. Do'stlar, qaranglar, hozir tomga chiqdik. O'zi ham zo'rga chiqdi mana o'sha otildan. Zo'r-ku, ha? Zo'r aka, mana xudo xolasa mana shifr qotirilayotgan mana jarayonlar aka. Shifrlarni endi hozir tepaga olib xudo xolasa qatiramiz. Mana lomboslari ham bo'lgan, o'zingizlar ko'rishlaringiz mumkin. Bu lombosi 5-6 sm kanalida bo'lgan aka. Endi mana bu konteynerni profili. Ha, konteyner profili aka. Razmerlari qanaqa dedingiz? Pastdan gapirdingiz. 4 ga 4 aka, 5 ga 4 profillardan bo'ladi aka bu materiallarimiz. Mustahkam, ha? Mustahkam aka, xudo xolasa joyiga qarab, qanday bo'lishiga qarab narx-navoni aytib beramiz aka. Loyni anaqani ko'taradi, qorda xudo xolasa ko'taradi. U sinovlardan o'tib kelgan narsalar aka, bu narsalar xudo xolasa. Aka, bitta narsani aytib qo'yishim kerak. Mini arenalarda ham aka noldan qurib bitkazib beraveramiz. Siz hozir nimalarni qurasizlar? Naves, tom, uy tomlari, naves, mo'yka xonalarda, ustilari, katta zdaniya ishlab chiqarish zavod, fabrikalarda katta xolodilniklarni tepasini yopish. 24 metr, 25 metrgacha bez ustini yopib beraveramiz. To'yxona, samoykalar ustilarini ham yopib beraveramiz aka. Stadion, mini stadion arenalarda 24 metr, 25 metr. Hamma narsa nimani tomon yopish kerak bo'lsa, mana shu temirdan yopib berishadi. Mana bu yerda nomer turibdi. Shu ustaning nomeri telefon qilsangiz, bahosini kelishaverasiz. Nech puldan boshlab, nech pulgacha ular? Aka, shu joyiga qarab, masalan, firmalarimiz orasini nechidan qo'yib ber desa, uyda egasi shu zakaz qilishiga qarab narx aytib beramiz, qanday bo'lishiga qarab aka. Biz 170 mingdan 300 mingga doğru aka kvadrati. Aslında orasi nechi bo'ladi bu? Bu aka hozir 1.10 dan bo'lgan buni orasi aka. Men loy bosaman deganiga shu 1.10 dan qo'yib berganmiz aka. Yaxshi. Firmalarimiz orasi. İçida yur bo'lmasa-gana, lekin ha, buni ichida yur bo'lmaydi aka. Ichida yuradigan ham qilib beraveramiz. Mansardli tomlarni ham qilib beraveramiz aka. Tiplisa ham qilib beraveramiz aka. Limonariga, Pamlor Badringa qilib beraveramiz aka. Yuring, qani bundoq yurib gaplashaylik-chi bo'lmasam, qaranglar do'stlar, haqiqatdan zo'r chiqibdimi? Mehnat qilish, mana shunaqa videolarni ishlash bizdan. Do'stlar, bittadan like bosish esa sizlardan bo'ladi. Bosib qo'yinglar, jalki emas. Ustaning ishlari menga juda ham yoqdi. Sababi haqiqatdan xuddaliga temirlarni san'at asaridagi terib qo'yishgan. Mana aka o'rtalarini ham korobka qilganmiz aka, shu loy bosib bel bermasligi uchun aka mana mustahkam qilganmiz. Holatiga qarab aka mana. Juda zo'r lekin. Gap yo'q. Ustalarimiz ketmaydi-da shunda. Ha, xudo xolasa bel umuman bermaydi, sinmaydi. Ustalarimiz mana hozir silib qatirishyapti aka, tarnovlarni bir ko'rsatishingiz mumkin obunachilarga. Do'stlar, tomosha qilinglar. Haqiqatdan tomga aylanib. Faqat shifr qoqishga vaqt ketdi-da. Ha, bu shifrga moslab berganmiz bu tomni aka. Tunga qatirsa ham bo'laveradi aka bunga. Uydagi asli shifr qotiraman deganiga
shunga moslab berdik aka shiferga. Endi hozir shifer uchun pul olmaysizlar. Yo'q aka, shifer bonusga beramiz aka. Bonus. Shuning uchun shifer qoqish besplatno tekin deb yozib qo'ygandim, lekin zo'r. Tunkani olib kelib berishadi. Ha, tunkalarda beradi, shiferlarda beradi aka. Biz o'zimiz qatir beramiz aka. Demak, do'stlar qaranglar, mana shunaqa tom qilish kerak bo'lsa, sizlardan hech narsa ketmaydi, faqat ustalarni chaqirasiz. Ustalar o'zi varijonni keladi, hamma narsasi, ya'ni asbob, uskunasi, hattoki mana bunaqa temirlar ham o'zlaridan bo'lishadi. Shunda kvadrat metriga 170 ming so'mdan 300 mingga dur aka. 300 ming so'mgacha endi tomni qanaqaligiga qarab kelishaverasiz. Lekin menga juda ham yoqdi. Aytgancha Abdulhay shifer qoqib berish tekin, ha? Tekin aka. O'rniga tunka bo'lsa-chi. Tunga ham tekin aka. Tunka bo'lsa tunka tekin qatir beramiz aka. Shifer bo'lsa shiferini olib beradi, biz qatir beramiz aka. Shuning ichida. Gap yo'q lekin. Demak, hamma narsa sizlardan bo'ladi. Hamma narsa o'zimizdan aka. Temir mahsulotlar, olib balgarga berishmaydi. balgarga tosh, elektrod aka.